Neç pul bo'layapti aka? Shu savdo bo'layaptimi? 13'ga 84. 13'ga 84 ekan savdolari. Unajinmi ekalasi? Ya bu ho'kizcha ekan. Bunisi ho'kiz, bunisi unajin ekan. 13'ga. Necha deyingiz bunisini? Buni Husan Palvon aytayapti mana, qassob. Aha. Qassob qarang. Mana shu Husan Palvon aytayapti 86 beryapti. Ha, siz necha deyapsiz? Yo'q, bu yoqqa qara. Mayli. Zo'r, barakasini bersin. Buni necha pul bo'lsa deyapsiz siz? 15. Ana 14,5 15 ekan. Zo'r, barakasini bersin. Mana u kuchga savdo bo'lyapti. Necha pul bo'lyapti aka savdosi? 15,5 so'rayapman. 15,5. Ha, 15,5 so'ralyapti, 19,5 bering deyapti egalari. Ha, Surxon Shamol aka. Barakasini bersin. O'rtamiz. Mana bu yoqda ham savdo bo'lyapti. Yo'q hozir. Necha so'rayapsiz aka? 16 million 600 savdosi. Necha bo'lsa deyapsiz? 17 ta. O'zi savdo kelib qolibdi o'zi. Mana bunisi ham savdo bo'lyapti. Ha, 100 qilinglar. 100 qilinglar. Erga shakaman 100 bo'lsa 300 so'rayapti. Mana akalar ko'p kishi so'rayapti Telegram kanaliga qanday qo'shilsak bo'ladi deb. Mana YouTube kanaliga kirgandan keyin bu videoga misol uchun kiramiz. Videoga kirganimizdan keyin mana kommentariyasiga fikrlar kommentariyasiga kirganimizda mana Surxon Shamoli Telegram kanalimiz deb yozib qo'yibsiz kishi. Surxon Shamoli yozuvni ustiga bitta bosamiz. Telegram kanaliga qo'shilib obuna bo'lib qo'yamiz mana. Mana savdolari qizg'in ketyapti. 16,5 deyilyapti. 16,5 ga beraman deb 16 million 300 so'ralyapti. Mana bu qizcha. 16 million 400 bo'lsin bo'ldi. Ya qara, Alloh rozi bo'lsin. Bo'ldimi? Ketdimi? Qanday kanal bu? Surxon Shamoli. Baraka bo'ldi ana akalar. 16 million 400 ga baraka bo'ldi ana. Ketdi mana. Farqi 500. Bo'ylari 110 kilis. Davay, davay, pul ishdim. Barakasini bersin. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Qizil va Jahon mol bozoridan kichik buqachalar va buqalar qatoridan videolar narxlarini ortib borishga harakat qilamiz. Bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Mana bu necha pul bo'lyapti aka? Yo, molni o'zim tushiraman. Necha pul? Qancha? 14,5 savdosi. Bahosi-chi? 15,5 bahosi ekan. Zo'r. Barakasini bersin. Ha? 14,5 savdo bo'lyapti. 14,5 savdosi. Yo'q, No'monjon. Surxon Shamoli. Salomat bo'ling. Davom etamiz. Mana. Aka bu ana necha pul bo'ldi bu aka? 20 million. Aytilishimi? Savdosi-chi? 17 bo'lib qoldi. 17 bo'lib qoldi savdosi mana akalar. Bo'ylari 110 plus. Mana bo'yindor. Va buni yoshi qanday aka? Buzov tish buzmagandek. Mana tish buzmagan ekan akalar. Ha, endi mana buzyapti. Endi buzyapti mana. Zo'r, barakasini bersin. Davom etamiz. Savdosi bo'lyapti bu yoqda. Shuni savdosi bo'lyapti aka? Necha pul bo'lyapti aka? 17 million 400. Kommentariyalarni portlatib yuborayotgan Beda Press hamda Somon Presslarga endi yechim topildi. Narxlari 2 million 300 ming so'mdan 2 million 800 minggacha bo'lgan Vodiy polvoni drobilkalari endi Surxondaryoda. Marhamat. Motorlari 4 kilovatdan 6,5 kilovatgacha bo'lgan maxavekli, listovoy, alyumin hamda mis motorli drobilkalarimiz xonadoningizgacha mutlaqo tekin dastavka xizmatlari bilan yo'lga qo'ydik. Undan tashqari mahsulotimizga 1 yil kafolat beramiz. Mana bunday kafolat qog'ozlari bilan. Kimga qiziq bo'lsa pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Bahosi necha? Bahosi 18,5. 8,5. Zo'r, barakasini bersin. Mana.
baraka bo'lgan mol ketyapti. 16 million 400 ga ot baraka bo'ldi akalar. O'sha mol. Aka yana ustiga qo'yilib ketdi. Yana nechi qo'yildi? Yana 300 qo'yildi. Yana 300 qo'yilib, yana boshqa birovga sotildi. Yana 300 ming qo'yilib, boshqa birovga sotildi yana ustiga. Yo'q, qo'y. Bu nechi pul bo'ldi aka? 16 bo'lyapti. Semiz sigirlar bor. Zo'r, barakasini bersin. Aka nechi pul bo'ldimi? 19,5 ekan bunisi. Mana. Bo'ydan bugun kechgacha chiqadi nasib xudo xolasa. 9,5 ekan savdosi. Bizga ham yana ko'rsatdi. Qani sizniki? Bunimi? Bu nechi pul bo'lyapti ekan? Mayli. 20. Savdosichi? Savdosi 15 qilyapti mana. 15 ekan savdosi akalar mana. Zo'r. Davom etamiz. Mana, katta variantida. Bu nechi pul bo'ldi aka? Hozir keldi. Bahasi necha? Ha, bu sal jinniroq ekan. Buni boylab qo'yish kerak buni. Buni olib kelib Ahmetga boylab qo'yish kerak. Bu nechi pul bo'ldi baba? Hozir keldim. Bahasi necha? Baho 20. Voh, ana 22. Bo'ylari 1.10 plus minus atrofida. Baho berasizlar, kommentariyaga yozib ketsalaringiz bo'ladi. Nima yo'qmi? Ana davom etamiz. Mana. Suvga turibdi mollar. Aka bular nechi pul bo'ldi aka? Nechi pul bo'lyapti? 14 bo'lib qoldi. Voh, ana. Bunisi nechi pul bo'lyapti aka? 17,5 ekan bunisi. Mana, barakasini bersin. Haqini kutib olib qolganmiz. Mana, hamma joy asabiy. Mana. Va bu olindimi aka? Nechi pul bo'lyapti? 50 boq qo'yishyapti akalar mana. Mana ketdi shu yoqqa qarab, chekaga. Menimcha olinib yana sotilyapti. Mana bu tarafda mana. Bu qizlar serob. Oxmasidan tortib to'yiladigangacha. Aka bular nechi puldan bo'lib qoldi aka? Ular 30 dan qilyapmiz aka. Mana 3 tasini. 30 dan. Savdosichi? 26 dan so'rayapmiz. 26 dan. Maydaroqlarichi varianti. Majorlar 16 dan. Akalar mana. Bular tish buzgan aka? Tish buzgan ekan akalar mana. Boqma variantdagi ho'kizlar. Zo'r, barakasini ber. Bular nechi puldan bo'lyapti aka? Ha? Bo'ldi, tushirmaymiz. Tushirmaslik kerak bo'lsa. O'tib ketamiz. Davom etamiz. Mana bu tarafda mollar serob akalar. Nechi bo'lyapti ekan bu aka? 9,5 berilsa yo'q. Ha, 19,5 so'rayapsiz. Nechi bo'lsa deyapsiz aka? 25 deb. 25 bahosi ana. 20 narx savdo. Oh, 20 narx savdo ekan ana. Mayli, davom etamiz. Mana bu tarafda mana. Bu nechi pul bo'ldi aka bu? 35 deyapsiz. Savdosichi? 28. Bu yosh qanday ekan? 15 oylik aka. U hali tish buzmagan ana. 15 oylik buzov. Ana, yoshidan, baquvvatidan so'raganlarga akalar mana. Oyoqlar qaranglar. Qaysi savdo bo'lyapti aka? Mayli. Bu qorami? Ana olama. Ha, ko'k ipli. Nechi bo'lyapti? 22,5 savdo bo'lyapti ekan ona. Обязательно ko'rsatamiz. Ko'k ipli savdo bo'lyapti. Mana shunisi. 22,5 dedimi? 22 mi? 22,5 dedi. 22 milyon 600 bin dedi. Yo'q, 23 mi soldu ya bir ya? savdo pishdi shekilli. Öyle gel sürekli. Ketdimi aka? Ha, Nechiga? 22,5. 22,5 ketdi mana. Zo'r. Mana shunisi ketdi akalar. Koyun da. Ha, barakasini bersin. Mana, yo'q kishi Oldu. oldi mana akamiz. Zo'r, barakasini bersin. Chaqirsam uyda oladi shu mo'ja. Mana. Bu yoqda ham bor mana jinniroqlari. Mana buni so'rayotgandik akalar, baquvvat ekan mana shu.
15 oylik buzov. Nechi bo'lsa deyapsiz oxirini aka buni? Savdosi bo'lgan yo'qmi? 28 28. bering deyapti, 70 ming deyapti. Ha, 60 mingdan taroziga, 70 mingdan bo'lsa beraman deyapti akamiz ekan. Zo'r. Barakasini bersin. Oyog'ida gaplashdim, oyog'ida qattan. Sifati yaxshi. ekanda. Nimasi deysiz? Boqadigan mol ekan. Boqadigan, ha, qatta lekin buni boqish kerak, 1 yil. 1 yil yorsa, agar 50 ming olmish. Pul bo'ladi. Ha. To'g'ri. 65 dan bo'lsa. Siz savdo qilyapsiz? Ha, savdo bo'ladi 65 dan joyiga. Nima bo'lsa qilib, 65 dan. Men senikinigacha yur. O'zi tortilganmi yo'qmi aka bu? Nechi chiqqan? Betonda. Mana shotirga kirib tutasiz mo'lov. Bilasiz emas zagonda. Nechta kelgan aka? Hech kim olmaydi u. Buni. Yo'q aka, oyoqda gurum qilayman, nima qilasiz? O, shashma. 470 kilo kelgan ekan. Ularga beramayman aka. 470 kilo kelgan ekan akalar. Hay, mana biz ishlab qaytarib qo'yamiz. Jo'y Qaytarib qo'ymang aka. Mayli, barakasini bersin. Biz davom etamiz. Hech kim qilolmaydi. Yaxshi. Mollar sero. Ola variantidan. Bu necha pul bo'ldi aka bu? Savdosi hozir. Nechigacha? 19,5 19,5 mana. Nechi bo'lsa deyapsizlar? Endi to'g'risiga 20 dan balandga chiqsa sotamiz. 20 dan balandga chiqsa sotiladi. Tish buzgan. Tish buzgan. Yaxshi, zo'r. Barakasini bersin. Ha. Yaxshi. Bu tarafda ham bor. Aka bu necha pul bo'ldi aka bu? 21 million so'raydi. 21 million savdosi ekan ana. Zo'r, barakasini bersin. Berilmadi. Davom etamiz. Mana bog'ma variantdagi mollar sero bakalar mana. Orqalaridan o'tib bir ko'rsak. Mana. Bular necha puldan necha pulgacha bo'lyapti aka? Buni 21 bo'lyapti. Buni 19,5 dan bo'lyapti. Qayno 22 million 8 ga sotildi 4-dan. 4-dagi. Ha, narigi 23 dan bo'lyapti. Narchikira 20,5 million. Mana sotilibdi 28 million. Necha dedingiz? 23 millionga sotilibdi mana shu. Barakasini bersin. Umr aytamizmi? 45 yarim, 46 shuni so'radi. Narigi 20 yarim so'radi. Narchikiradan ko'rsak. Ha, 20 yarim. Yo'q 19 yarimdan ekan mana. Mana bu 20 yarim. Mana bu 45 so'radi. Mana shu sotilibdi. 23 millionga. Hojimo ko'raring mollarni. Barakasini bersin. Bo'ldi. Nomer aytamizmi? Qiziqadi. Ayting. 70lik, Aha. 076, 076 95 95 ana qiziqqanlar bo'lsa bog'lanaverasizlar akalar. Mol serob ekan mana. Boqma mollar har xilidan variantidan. Zo'r. Bu tarafda ham mana ola variantidan. Bu necha pul bo'ldi aka? 20 million. Savdosi 20 million. Bahosi necha ekan? 23 ga. Mana zo'r. Barakasini bersin. Mana. Yaxshi, biz davom etamiz. Mana bu sotildimi bu aka? Olinibdi. Nech pul olinibdi aka bu? 9 millionga mana shu olinibdi akalar. Buzova hali bu. Ustiga 1 million so'rayapti, bermayapti. Ha, ustiga 1 million so'rayapsizlar, berilmayapti. Bozor ko'tarilib ketgan deyaptilar. Bu yoqqa endi ko'tariladi, iloji yo'q. O't chiqqandan keyin bu yoqqa Yo'q, baylab qo'yadi. joy tor. 8,5. Menda juda katta. Menga otam shu 60 dan Sakratma, torting bo'ladi, torting. To'polonni boshladi. Nazar aka, jetdan pichoq topib olgan, mana kesib beray. Baraka bo'lgan. Mayli, barakasini bersin. Biz davom etamiz. Hoppa. Bular nechidan bo'ldi aka?
8,5 19'dan ekan. Ha, jinnilik boshlandi mana. Oktagon. Oktagon hamma liga mana shu bozorda o'zi aslida. Mana 200 qo'yibdi. 15 200 ekan savdosi. Siz bilan nima bermadingiz? Yaxshi bo'lyapti. Zo'r bo'libdi lekin. Egalarni hech bo'lyapti. Nima farqi bor foyda qildingizmi? 2,5 soat meni kallamni oldi. Nechi bo'lsa deyaptilar? Nechi bo'lsa deyaptilar? 20 deyaptimi? Oh, 20 deyapti deyishyapti ekan egalar. Mayli, barakasini bersin. Qancha bo'ldi? Aboy, senga Yaxshi, biz kichikroq variantlariga o'tib boramiz endi, kuchalarimiz. Kattaroq variantlardan chiqib, kichikroq variantiga. Mana, bu yerda ham mana. Bu necha pul bo'lyapti aka bu? 20? Savdosimi? Savdosi endi bo'ladi. Endi bo'ladi. Bahosi 20. So'rab qo'ydim kerak. Mana. Zo'r. Barakasini bersin. Davom etamiz. Ko'proq mollardan chiqarishga harakat qilamiz. Mana buzovchalarni qaranglar, seyrotda buzovlar. Mana kuchalar. Hozir shu tarafga ham o'tamiz. Necha pul so'rayapsiz? Baraka topgansiz. Baraka topasiz. Kim savdo qiladi? Ayni Atirbonga aka savdo qilyapti. Bo'ldi. Buni mayib qilib qo'ymasin. Buzovda, ana, buzovda mayib qilib qo'yadi. Necha so'rayapsiz? Baraka topasiz. Qara, 18 million deyapti, 12,5 million so'rayapti. 12,5 million so'ralyapti, 18 deyilyapti. Beringizlar, yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi, barakasini bersin. Yaxshi savdo bo'lyapti lekin. 18 bo'lsa beraman deyishyapti. Mana, davom etamiz. Mollar serob mana, buzovlar. Hop, shum serob akalar. Mana, bu tarafda ham. Bu tarafda ham, hamma tarafda bor. Yaxshi, mana ulardan so'rab ketay. Aka, bular necha puldan bo'ldi? 14 so'rayapti. Maydalarini-chi aka? Maydalar 11 dan so'rayapti. 11 dan so'rayapti, o'kizchalar. Yana bir narsa, necha pul so'ralyapti deb so'raymiz. Misol uchun 11 yo 14 deyshadi-ku. Akalar o'zlari sotmoqchi bo'lgan narxni aytishadi ko'pchilik. Hamma emas, ba'zilar. Surxon shamoli. Surxon shamoli. Aka, bular necha puldan bo'ldi aka? Buni 16 14 deyapmiz. 16 ga 14. Savdosichi? Savdosi 27 bo'lyapti. Ikkalasi. Qaysini? Bu necha pul bo'lyapti bu angusingiz? Voh, ana, savdosichi? 95-96 so'rayapti. 95-96. Ana. Nomer aytamizmi shuni? Nomer aytamiz. Ayting. 95 95lik 338 338 95 89. 95-89 ana akalar. Buni olib borib yaxshilab yemlash kerak. Boqish kerak. O'g'rilgan lekin haqiqatda ozg'in variantda bundan ajdar sal issiq bo'lganda. ha, ajdarho jangchisi tayyorlash kerak bundan. Ha, bozoringizni bersin. Davom etamiz. Ha. Davom etamiz. Mana. Aka, bular necha puldan bo'ldi aka? Necha pul bo'lyapti? Mana hozir 14 deyapman, mana hozir 13,5 deyapman. Buni 13,5. Savdosichi? Savdosi mana 11,5 qilyapti. Buni 11,5. Bunisini? Bunisini 12,5. 12,5. Ana, zo'r. Barakasini bersin. Kichkina buzovchalar. Aka, bular necha puldan bo'ldi? Ha, Surxon shamoli. 28 million bo'ladi. Ikkalasi, 28 million ikkalasi. Zo'r. Bu angus bu. Bunisi angusmi? Bu necha pul bo'lyapti angus? Buni 14,5 berdim. 14,5 ga berilmayapti. Oh, oh. Yaxshi bu. Necha pul bo'lsa deyapsiz buni? Necha pul bo'lsa deyapsiz? 25 bo'lsa beraman. 15 bo'lsa. Bunisi-chi aka? 9 deyapman aka bu. 9. Savdo necha? 75 gacha savdo bo'ladi. 75 o'kizchami? O'kizcha. Asl jaydar o'kizchalardan ekanda. Jaydar. Ha,
Zo'r. Zo'r, barakasini bersin. Davom etamiz akalar. Bular nech puldan bo'ldi aka? Ular 9,5 dan bo'ldi aka. Oh, ana 9,5 dan qizchalar. Zo'r, barakasini bersin. 10 dan o'tib beraman dedi. Ana 10 dan o'tib beradilar akamiz. Yaxshi, yomon emas, zo'r. Hoppa. Serob mana bu qizchalar. Bu qizchalar serob. Aka bular nech puldan bo'ldi aka? 24,5 savdosi bir joyda. Zo'r, bu qizcha. Yaxshi, barakasini bersin. Mana bu yerda ham savdo bo'lyapti. Ana. Ana, qaysi shungami? 14 million so'rayapsiz. Nech pul bo'lsa deyapsiz? 15 ming so'm dedi. Bering 14,5 mi? Bering 14 yaxshi bo'ldi. Bering toza bo'lsa bering. Voh. Bu ketdimi aka? Necha bo'ldi? 21 million ana. Ular nechidan bo'ldi aka? 13dan. Bular hali sotiladi. Mayli. Barakasini bersin. Savdan qo'ydik. Mana buzovchilar. Bular nechidan bo'ldi aka? Ular aka 11 dan bo'ldi savdosi. 11 dan savdosi. Iskandar. Surxon shamoli. Mo'monjonmi? Ha, bermadingizmi 11 dan? 12 dan deb turibman aka. Voh, ana 12 dan aytilishi. Oldi hamda aka. Ha, zo'r. Barakasini bersin. Moyda ko'rinagan kameraga. Kameraga o'zi mayda ham-da aka. Kameraga katta qilib tashlaydik. Ha, O'g'ling sizlarni pul shunday. Yo'q, o'tirib boricha ko'rsak-da. Mana misol bo'yi nechi deysiz? bo'li 1,5 metrli bo'lsa kerak. 90 bor ha, 1 metr chiqmaydi. To'g'ri aytyapsiz. 90 bu yeko 95 dan chiqadi. Shunday, to'g'ri aytyapsiz. Ana o'zi shuni aytsa o'zi odam chamalab oladi sirasi. Bular nechidan bo'ldi aka? Ha, Kichkina bo'ladi. shunday lekin. Pul bo'ladi bular endi. Yana bir oydan keyin yana ham ko'tarilib ketadi. Ana, jinnisi kelib qoldi. Oh, ana, bozorga endi kirdi bu. Barakasini bersin. Qiziriq Jahon mol bozoridan kichik buqachalar va buqalar qatoridan video qildik akalar. Bittadan like bosib, obuna bo'lib qolsa degan umiddamiz. Film tugadi. Qaysi kanal? Surxon shamoli aka.